Assalomu alaykum do'stlar. Spider-Man Brand New Day treylerini hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Treyler chiqqanidan keyin muxlislar uni qayta tomosha qilib, juda ko'p yangi ishoralar, yashirin detallar va nazariyalarni topishdi. Ushbu treylerdagi asosiy mavzular xalqning yangi holati, ehtimol kulrang xalq versiyasi, Spider-Manning DNK mutatsiyasi, CD Sync'ning sirli personaji, Karatel bilan bog'lanish, damage control va filmning haqiqiy yovuz kim bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Treylerning o'zida bir nechta juda kuchli gaplar bor. Spider-Man "Men seni buncha katta bo'lasan deb o'ylamagandim" deydi. Yana boshqa sahnalarda kimdir "Sen bunga qarshi immunitetga egasan, buni faqat sen his qila olasan. Agar nimadir qilmoqchi bo'lsang, hozir qil" degan gaplarni eshitamiz. Bu gaplar oddiy dramatik dialog emas. Ular filmda Spider-Man tanasi va kuchlari bilan bog'liq katta o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatadi. Eng katta savollardan biri esa xalq haqida. Yaqinda film aktyorlari, jumladan Tom Holland, Jack Batalon, Zendaya va CD Sink intervyu berishdi. Shu intervyuda xalq haqida gap ketganda, xalq yashil degan hazil bo'ldi. Keyin aktyorlar boshqa ranglar ham bor degandek javob berishdi. Bu juda kichik hazildek tuyuladi, lekin muxlislar buni darhol kulrang xalq ishorasi sifatida qabul qilishdi. Komikslarda kulrang xalq juda mashhur versiya. U Joy Fixit nomi bilan ham tanilgan. Lekin Marvel multikoinoti bu obrazni komikslardagi kabi Las Vegasdagi aqlli, ayyor, gangsterga o'xshash xalq sifatida olib keladimi yoki boshqacha yo'l tutadimi? Hozircha noma'lum. Treylerga qaraganda, bu yerda kulrang xalq ko'proq Bruce Bannerning kuchaygan, nazoratdan chiqayotgan yoki yangi darajaga o'tayotgan versiyasi bo'lishi mumkin. Lekin yana bir nazariya bor. CD Sync'ning personaji ehtimol Jean Grey o'zining telepatik kuchlari bilan Bruce Bannerni boshqarishi ko'rinadi, lekin xalqning kuchi oshgani sari uning ongini ushlab turish qiyinlashadi. Natijada xalq nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Bu Marvel komikslariga ham mos keladi. Xalq juda kuchli darajaga yetganda, u Doctor Strange sehridan ham, Professor X kabi telepatlarning ong nazoratidan ham chiqib ketgan holatlari bo'lgan. Xalq texnik jihatdan X genli mutant emas, lekin uning tanasi gamma nurlanish orqali mutatsiyaga uchragan. Shuning uchun u mutant emas, balki mutatsiyaga uchragan odam sifatida qaraladi. Shunga qaramay, uning kuchida deyarli chegara yo'q. U qanchalik g'azablansa, shunchalik kuchayadi. Treylerda e'tibor bergan bo'lsangiz, DNK mutatsiyasi mavzusi ham bir necha bor ko'tariladi. Kimdir "Sen mutatsiyaga uchrayotgan DNKni bostirish yo'lini topding, to'g'rimi?" deydi. Yana kimdir "Agar DNK mutatsiyaga uchrasa, bu juda xavfli bo'ladi" degan gap bor. Eng e'tiborli jihat shundaki, bu Spider-Manning o'zi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Peter Parker o'z tanasini tobora ko'proq o'rgimchaksimon holatga o'tayotganidan xavotirda. U oddiy kuchli odam emas, uning tanasi biologik jihatdan o'zgargan. Xuddi Hulk kabi, u ham kuchlarini keyinchalik olgan. Shu sabab Peter yordam so'rab Bruce Bannerga borishi mantiqli. Ikkalasining ham tanasi hayotining keyingi davrida mutatsiyaga uchragan. Ular X odamlar kabi tug'ma mutant emas, lekin biologik jihatdan o'zgargan qahramonlar. Bu yerda CD Sync'ning personaji esa boshqa turdagi kuchga ega bo'lishi mumkin. Agar u haqiqatan ham Jean Grey bo'lsa, u X gen bilan tug'ilgan haqiqiy mutant bo'ladi. Ya'ni uning kuchlari bolaligidan bo'lgan va ularni uzoq vaqt yashirib kelgan bo'lishi mumkin. Filmda Peter u bilan gaplashganda, ehtimol u shunday tushuntiradi: "Men har doim shunday bo'lganman. Men bu kuchlar bilan tug'ilganman. Faqat yashirishga majbur bo'lganman." Endi bo'lsa CD Sync'ning sahnalariga o'tamiz. Treylerdagi sahnalarda u kapishon va niqob ostida ko'rinadi. Bir qarashda uning yuzi ataylab qorong'i qilingan. Ba'zilar buni boshqa personajga ishora deb o'ylaydi, lekin ehtimol bu shunchaki yorug'lik bilan qilingan usul. Marvel uning yuzini to'liq ko'rsatmaslik uchun sahnani shunday yoritgan. Lekin bu yerda qiziqarli detallar mavjud. U kiygan ranglar sariq va yashilga yaqin. Bu Jean Greyning klassik Marvel Girl davridagi ranglarini eslatadi. Hatto CD Sync yaqinda qizil, sariq, yashil ranglarda yaqin kiyimda ham ko'rindi. Bularning hammasi Jean Grey nazariyasini yanada kuchaytiradi. Marvel uni Marvel Girl deb atashi shart emas. Ehtimol uni shunchaki jin deb chaqirishadi. Eski X odamlar filmlarda ham ko'proq qahramonlar kod nomlari bilan emas, haqiqiy ismlar bilan yurardi. Jean Grey ham ko'pincha shunchaki jin edi. Treylerda Karatel bilan bog'liq qism ham juda muhim. Treylerdagi bir sahnada CD Sync'ning personaji butun shahar bo'ylab telepatik portlashga o'xshash kuch chiqarayotgandek ko'rinadi. Atrofdagi odamlar qotib qoladi yoki uning ta'siriga tushadi. Lekin Karatel to'liq nazorat ostiga tushmagandek tuyuladi. Buning bir nechta sababi bo'lishi mumkin. Birinchisi, u portlashning chekka hududida bo'lishi mumkin. Ya'ni CD kuchining ta'sir hududi unga to'liq yetib bormagan. Ikkinchisi, CD uning ongiga ataylab kamroq ta'sir qilgan. Chunki ular birga ishlayotgan bo'lish ehtimoli bor. Oldinroq chiqqan xabarlarga ko'ra, Karatel Jean Greyga yordam berishi mumkin. U damage control tashkilotini fosh qilishga urinadi va CD Sync'ning personajini himoya qiladi. Bu juda qiziq nazariya. Chunki treylerda CD xuddi damage control ichida asirlikka turgandek ko'rinadi. Balki u Roosevelt Islanddagi qamoqxona yoki maxsus muassasada ushlab turilgandir. U qochishga harakat qilgan paytda katta telepatik portlash yuz beradi. Marvel treylerini shunday montaj qilganki, go'yo
Sadie Sink asosiy antagonist, ya'ni yovuz qahramondek ko'rinadi. U Spider-Manga qarshi turgandek, unga zarar yetkazmoqchidek taassurot uyg'otadi, lekin biz bunga ishonmaymiz. Meni fikrimcha, u filmning haqiqiy yovuzi emas. U shunchaki boshida Spider-Man bilan to'qnashadi, chunki Peter vaziyatni to'liq tushunmaydi. Keyinchalik esa ular bir-birini tushunib, umumiy dushmanga qarshi birlashishi mumkin. Bu Spider-Man uchun juda mos hikoya. U boshida kimga ishonishini bilmaydi. Damage Control unga bir narsani aytadi, Karate esa boshqa yo'l tutadi. Sadie Sinkning qahramoni xavfli ko'rinadi, lekin aslida jabrlangan bo'lishi mumkin. Peter esa haqiqatni topishga majbur bo'ladi. Endi asosiy savol tug'iladi. Haqiqiy yovuz kim bo'lishi mumkin? Bir nazariyaga ko'ra, filmda yashirin asosiy yovuz Topstone bo'lishi mumkin. Uni Marvin Johnson uchun o'ynashi aytilmoqda. Topstone komikslarda juda xavfli jinoyatchi. Xabarlarga qaraganda, o'zi ham tashkilotini yo'llashi va Skorpionni ozod qilish uchun ulardan foydalanishi mumkin. Treylerda Skorpion ham bor. U Damage Control tomonidan ko'chirilayotgan paytda The Hand uni ozod qilish ko'rinadi. Shu tartibsizlikdan keyin Skorpion qochib ketadi. Keyinchalik u mexanik kostyum olishi mumkin. Savol shuki, bu kostyumni unga kim yasaydi? Topstone shunchaki uni moliyalashtiradimi yoki uning ortida yana boshqa odam bormi? Skorpion komikslardagi to'liq kostyumi va niqobi bilan chiqadimi yoki faqat mexanik quyruq va zirh oladimi? Hozircha aniq emas. Spider-Man bo'lsa, film davomida kuchlari o'zgarib borayotgandek. Dastlab u eski mexanik web shooterlardan foydalanishi mumkin. Keyinchalik esa organik torlar paydo bo'ladi. Treylardagi katta web tornado sahnasi ham aynan shunga ishora qiladi. Bu Peter tanasidagi o'zgarishlar kuchayotganini bildiradi. U nafaqat yangi texnikadan foydalanadi, balki biologik jihatdan ham yanada o'rgimchak-simo holatga o'tadi. Xalq bilan bog'liq yana bir chiroyli pasxalka ham bor. Uning gamma qurilmasi ustida ASM-14 degan yozuv ko'rinadi. Bu Amazing Spider-Man 14-komiksiga ishora bo'lishi mumkin. Aynan o'sha davrlarda Spider-Man va Hulk komikslarida ilk marta to'qnashgan. Bu kabi narsalar Marvel uchun odatiy usul bo'lib qolgan. Ular kichik raqamlar va yozuvlar orqali komiks tarixiga hurmat ko'rsatishadi. Yana bir personaj Jean DeWolf bo'lishi mumkin. Liza Collins o'ynayotgan obraz haqida shunday xabarlar bor. Jean DeWolf komikslarda New York politsiyasi inspektori detektiv sifatida tanilgan. Ushbu nazariyada ham mantiq bo'lishi mumkin, chunki Peter bir muddatdan beri do'stona qo'shni o'rgimchak odam sifatida ishlayotgan bo'lsa, u politsiya bilan aloqa qilgan, ayrim ofitserlar bilan tanish bo'lgan bo'lishi tabiiy. Karatel bilan bog'liq yana bir katta pasxalka bor. Treylerda Karatelning qayig'i ko'rinadi. Bu qayiq komikslardagi Golden Girl nomli qayiqqa o'xshaydi. Bu juda katta ishora. Komikslarda Karatel va Spider-Man Topstone'ga qarshi birlashgan hikoyalar bor. Golden Girl ham o'sha yo'nalishdagi hikoyalarga bog'liq. Demak, film Topstone, Karatel va Spider-Man aloqasidan ayrim qismlarni olib ishlayotgan bo'lishi ham mumkin. Kid David personaji haqida ham ko'p nazariyalar bor edi. Ba'zilar u yashirincha shoqolni o'ynaydi deb o'ylaydi. Shoqol esa Spider-Man mifologiyasida juda muhim, ayniqsa klonlar va biologik tajribalar bilan bog'liq personaj. Lekin xabarlarga qaraganda Kid David ekranda ko'rinmaydi. U faqat ovoz roli bilan chiqishi mumkin. Go'yoki David Attenborough uslubidagi hujjatli film boshlovchisi kabi. U tabiat, o'rgimchaklar va biologiya haqida fon ovozi beradi. Bu Spider-Manning o'zgarishi, o'rgimchaklarning hayot sikli, mutatsiyasi mavzusi bilan bog'lanishi mumkin. Bir tomondan qaraganda bu qiziq, ikkinchi tomondan esa Kid David kabi kuchli aktyorlar faqat fon ovoz sifatida ishlatilishi biroz achinarli. Peterning kvartirasi haqida ham kichik detal bor. Filmda Peter yashaydigan binoda sirli sarg'ish sochli qiz paydo bo'lishi mumkin. U Peterga qiziqib qolgan obrazga o'xshaydi. Bu Tobey Maguirening O'rgimchak odam filmlaridagi Mr. Ditkoning qizi Ursulani eslatadi. Bu ham klassik Spider-Man muhitini qaytaradi. Peter oddiy, kichik, eski kvartirada yashaydi. Ijaraga pulni to'lashga qiynaladi, lekin baribir shaharni qutqarishga harakat qiladi. Aslida yerga yaqin oddiy odamlar orasidagi Spider-Man hikoyasi aynan shunday bo'lishi kerak. Peter juda katta kosmik voqealardan keyin yana New York ko'chalariga qaytadi. U oddiy muammolar bilan yashaydi, lekin shu bilan birga juda katta xavfga duch keladi. Sadie Sink atrofidagi sir esa hali ham davom etmoqda. Press turida undan ko'p narsa so'rashdi, lekin u personaj haqida deyarli hech narsa ayta olmadi. Faqat shuni bildirdi: u bu qahramonni juda yaxshi ko'radi. Bu rol unga juda yoqadi va bunday imkoniyatni uzoq kutgan. Marvel va Sony uning kimligini qachon ochadi? Ehtimol ular buni film chiqquncha yashirishadi. Balki tomoshabinlar kinoteatrda o'tirib filmning oxiriga yaqin uning haqiqiy ismini eshitishar. Masalan, kimdir uni Jean Grey deb chaqiradi yoki u o'zini boshqa ism bilan tanishtiradi. Umid qilamizki, Marvel bu yerda g'alati yo'l tanlamaydi va Jean Greyni keraksiz darajada o'zgartirib yubormaydi. Chunki bu personaj juda katta tarixga ega va muxlislar uni to'g'ri ko'rishni xohlaydi. Xulosa qilib aytganda, Spider-Man Brand New Day oddiy Spider-Man filmi bo'lmasligi mumkin. Bu film bir vaqtning o'zida bir nechta katta mavzuni ochyapti. Peter Parker tanasidagi mutatsiya, Hulkning yangi ehtimol kulrang Hulk holati,
CD Sync orqali Jean Grey va X odamlar yo'nalishi, karate va damage control o'rtasidagi mojaro, Topstone va The Hand orqali yerga yaqin jinoyatchilik hikoyasi va Spider-Manning o'z kuchlari bilan bog'liq yangi bosqichi. Agar Marvel bularning hammasini to'g'ri bog'lasa, Brand New Day Tom Hollandning davridagi eng qiziqarli Spider-Man filmlaridan biri bo'lishi mumkin. Eng muhim jihati, bu film Marvelga mutantlarni olib kirish uchun juda muhim ko'prik bo'lishi ehtimoli bor. Hozircha bizda savollar juda ko'p. CD Sync haqiqatda ham Jean Greymi? Hulk filmda kulrang holatiga o'tadimi? Spider-Manning DNK mutatsiyasi uni qanchalik o'zgartiradi? Karakter kim tomonda? Va haqiqiy yovuz Topstone bo'ladimi yoki Marvel hali bizga umuman boshqa odamni yashiryaptimi? Bu savollarning javobini keyingi treylerda yoki filmning o'zida bilamiz. Lekin hozirning o'zida Spider-Man Brand New Day atrofidagi nazariyalar juda kuchli. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Hulkning kulrang versiyasi haqiqatdan ham filmda bo'ladimi? CD Sync Jean Grey rolidami? Va bu film Tom Holland uchun eng yaxshi Spider-Man filmiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar Spider-Man, X odamlar va Marvel kelajagi sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda hali juda ko'p katta yangiliklar bor.